toza havo, tanga davo. Nima balo qummi bu? Ona Toshkentni bori shu. Qilmishlarimizga jazo bu. Changmi bu, bulutmi bu? Ey tog'lari ko'klarga salom bergan zo'r o'lka. Nima uchun boshingda quyuq bulut? Ko'lanka. Havo almashtiray deb shaharga kelgandim. Uyda qolsam bo'lar ekan. O'zi havoni mana emas, Toshkent almashtirish kerak ekan. Bundan battarni ham ko'rganmiz. Mayli, yaxshi bo'lib ketar. Toki tinmay to'xtovsiz daraxtlar kesilarkan, yomon bo'lsa bo'ladiki, qaytib yaxshi bo'lmaydi. Gapingizga tushunib bo'lmaydi. Prezidentimiz tomonidan daraxtlarni kesishga moratoriy e'lon qilindi, cheklanmagan muddatga. Moratoriydan keyin yana 49 ming daraxt kesildi. Kirib qopsiz uzlatga. Bu Toshkentning o'zida. Bo'ldimi? Tushunarlimi? Ma'lumotni kim berdi? Ekologiya vazirligi. Changdan xalos bo'lish uchun o'zi nima qilish kerak? Ko'proq daraxt ekish kerak. Borni kesmaslik kerak. Qurilishni kamaytirish va tartibga solish kerak. Zavodlarga, sanoat korxonalariga filtr o'rnatish zarur. Havoni zaharlovchi ko'mir, mazut yoqishni to'xtatish zarur. Yana bitta sabab tirbandliklar. Shoshmay tur, baraka topkur. Probka qilayotganlar o'sha viloyatliklar. Shaharni ham iflos qilyapti. Bunga chora ko'rish kerak. Viloyatliklarga kunlik pasport joriy qilish kerak. Bugun 9 ta mol so'yovdim. Hozir 10 ta qilib qo'yay. Voy kurdi. Bo'ldi, o'zingizni bosing. Farosatingga o'ynab qo'yay. Ajratmachilik qilasan. O'ziga masli viloyatli bo'lasan. Barchamiz bitta joylik. Faqat tug'ilish boshqa. Vodiy, Toshkent, Yovoha, hamma O'zbekistonlik. Irqchilikni qo'yaylik, tabiatni o'ylaylik. Toshkent iflos havo bo'yicha yana birinchi o'rinda. Yashasin O'zbekiston. Dunyo arenasida ta'rifi bo'ldi doston. Dada, bu juda yomon. Antirekord, isnot bu. Bundan uyalish kerak. Hamma kurashishi kerak. Haligi bitta qizim bor edi-yu, oti nima edi? O'riguli. Bilasizmi? Men ham bilaman. Novdalarni bezab g'unchalar tongda aytdi hayot otini. Tomi ketgan ukag'ar. O'riguli, blogeru. Eko video qiladi. Xalqqa oson bo'lsin deb, eko ongrilik o'ssin deb tinmay harakat qiladi. Yaqinda ko'krak nishoni oldi. Tabiat himoyachisi bo'ldi. Mukofotiga 1 million so'm oldi. Tabiat himoyachisi bo'lsa, ana o'sha kurashsin, daraxtlarni kesishyapti. Nega qarab turibdi? Eshigimi tagida bir dunyo musor turibdi. Musorchilar kelmayapti. Bilmayman qayerga yuribdi. Ana o'shani yoritsin. Musorchi aslida biz, ular tozalovchilar. Biz tanballar baxtiga yaxshiyamki bor ular. O'riguli qilayotgan ish majburiyat, insoniy burch. Sizni, meni, xalqniki. Hayotning missiyasi bu. Ko'nsak ham, ko'nmasak shu. Tabiatni asraylik. Foyda keltira olmasak, jilla qursa zarar bermaylik. Selofan paket o'rniga mato sho'piya tutaylik. Birozgina qunt qilib chiqindini saralaylik. Chor taraf yotmasdan maxsus idishga tashlaylik. Suvni endi tejaylik. Inson bo'laylik. Inson bo'laylik. Yangi telefon oldim. Qani bitta ko'raylik. Yangi hayot olib bo'lmaydi. Muddatli to'lovga bu. Ish joy kerak bo'lmaydi. Menimcha muddatimiz tugayotganga o'xshaydi. Pasport plastik yetadi. O'zi tashlab ketadi. Plastiklar bir kuni boshimizga yetadi. Boshlang'ich to'lovi yo'q. Bo'lib to'laymiz. Xunrezliklar badalini bo'lib to'layotganga o'xshaymiz. Men tushuncha hosil qildim. Qayerdan oldingiz? Telefonchi o'zdanmi? Boshqa qayerdan ham bo'lardi? Voydod, men nima qildim?
Shu kunlarda ololmayapman to'yib nafas. Negadir bu shahar men uchun go'yo qafas. Uylar quriladi hammada xoyu havas, lekin tabiatimizning ishlari joyida emas. Shu kunlarda ololmayapman to'yib nafas. Gapirsam o'rtoqlarim deydi menga qo'yindama. Boshqalar biz bilmaymiz, bu bizni bo'yinda emas. Ko'zingni ochcha inson biz o'yinda emas. Hamma narsa kerak tez va tayyor. Ba'zilar maqsad yo'lida bez va ayyoru. Bu uylardan markazgacha tezda va yorug'. Inson nafsidan bezdi sayyora.